VB sallar görüpse özünün argumenti qasasen endi. O'shadagi indeksninki yoki sallar görüpsininki qanchalik argumenti varlığı qasasen 3 turga bo'lindi. Ya'ni taq argumentli sallar görüpse, qo'sh argumentli sallar görüpse va ko'p argumentli sallar görüpse deb. Eng ko'p bo'lganda argumentni 60 gacha ola oladi. Endi bu yerda argument deyilgan bir narsa chiqdi. Demak, argument deganimiz mushaga masalan pesh qo'yib 2 ma'ni 1 qilib qo'yay. Demak, mushundaq 1 5 2 5 3 5 deb taki mushni 60 gacha argument qo'yiladi. Yani en köp bo'lganda VB'de 60 tane argumentni belgilayamiz. Hamda odatdagi yakki sallar görüpse mesela. Taq argument sallar görüpse qimmat yo'llangan vaqtida qanday yo'llandi? Biz ko'rib baqaylik. Masalan, diyem x'imir aytdi 2 dana bo'lsin as integer. Butun son aldigan bir x'imir aytdi deydigan sallar görüpsin to'g'izda. Unda bo'lsa buningga qimmat berib baqay. Ya'ni for orqali i'ni davrildim. i 0 dan başlap 2 gacha devrilsin. 0 dan başlap 2 gacha. Endi men x'imir aytninki mush i'dagi qimmatiga input orqali qimmat yo'llab beray. Qimmat deb qo'ydim. Undan keyin buni printlab chiqarib beray. X'imir aytdi, tırnaq ichilgan, buning oqisiga ulab berdim. i'ning qimmatini ham ulab berdim. Tırnaq yopilgan tangni. Ondan buningga x'imir aytninki o'zining qimmatini ulab beray. Ulab berdim. x'imir aytdi i'ga to'g'ri kelgan qimmatni. Ondan keyin davrilash jumlasini oxirlashtiray, next i. Programni qo'zg'atgandan keyin buningga o'xshash taq argumentli sallar görüpsiga 0 ni kirgizsam 0 holatdikisini chiqarib berdi mana. Masalan 5 ni kirgizsam hozir 1 bo'lgandikisini 5 ni kirgizib berdi. Jami 2 gacha vaqt ekan, men masalan mana 8 ni kirgizib baqay, kirgizib mana bassam 8 ni kirgizib berdi. Demak 0 1 2 dan iborat 3 tane element bo'lgan bir sallar görüpsiga qimmat yo'llab berdim men hozir. Sallar görüpsiga qimmat yo'llab berdim. Endi biz 3 tane element va sallar görüpsiga mayada davrilash jumlasini sal oshirib 5 qilib miqdor sallar görüpsiga qimmat yo'llab baqayli. Qimmat yo'lladim, birinchisiga 0 ni yo'lladim, ikkinchisiga 1 ni yo'lladim, uchinchisiga 2 ni yo'lladim. Endi to'rtinchisiga kelgan vaqtida men 3 ni yo'llayman deb men jazmlashtirsam, mayada sallar görüpsining elementi nechta? 3 tane edi. To'rtinchisi eshib ketdi desam xatolik uchur chiqdi. Ya'ni ishib ketdi bu sallar görüpsining uchuri. Berdigan sallar görüpsi hozir mayada sallar görüpsida berdigan element qanmidi deb men ishib ketganlik xatolik uchurni chiqarib berdi. Shunga sallar görüpsi qimmat bergan vaqtimizda sallar görüpsining chek doirasini oshirib o'tmasligimiz kerak. Ham bu faqat bir argument sallar görüpsiga qimmat berganda qo'llanadigan usulimiz. Biz sallar görüpsini bir qancha bo'ldik. Birinchisi bir argument sallar görüpsi, İkincisi 2 argumentlik, yani qo'sh argumentli sallar görüpse, üçüncüsü köp argumentli sallar görüpse deb. Davos memane qo'sh argumentlik sallar görüpsiga aylantirib baqay. Menga kelib 2 ni berib qo'ydim. 2 da 2. Men mani 1 qilib qo'yay. Hozir mushningdan nechidan element borligini belgiladim. Ma'u birinchi elementdan 0 dan boshlab 1 gacha 2 ekan. Ikkinchi elementdan 0 dan boshlab jami 3 ekan. Endi bu zot nechidan element bor biz ko'rib baqaylik. Buni hozircha mendal qaramoqqa bilamizki 6 dona element bo'ladi. Unda bo'lsa biz mayaga zot 6 dona element bormi yo'qmi ko'rib baqaylik. For jumlasidan birini qo'shdim mayaga for b deganim tang 0 dan boshlab 2 gacha. Ma ustidagisi 0 dan boshlab 1 gacha bo'lsin. Chunki men oldidagi qimmatni olsin, mayaga kelib men b ni berib qo'ydim. b ni bergandan keyin mening oqisiga men tangninki oldidagi ma ulashning oqisiga yana ulab beraman x'imir aytninki b qimmatni b davrilangan chiqqan qimmatni ulab berib shuning bilan birga yana ulab beray maunasni undan keyin mayagimo yo'llab qo'yay b ni yo'llab qo'ygandan keyin davrilash jumlasining
oxirlashtirish jumlasini yozib qo'ydim bu. Endi ma'ningda ko'rib baqala. Zat nechital elementi va hem qo'sh argument qilsalar ko'ribsiz. Avval qanday qiyani bitkizib, undan keyin qanday qimmat berildi. Birinchisini qimmat berdim men. Eng dastlabkisini 0 ni qimmat berdim. 0 da 0 ekan. Shundaqo 0 da 0. Ya'ni ma'lum 0 bo'lgan holatnikini berdim. Ma'ni qaytib bir o'zgartib qo'yay. Yana bir masala ko'rilibdi. Ma bini berishdim burun mayaga yana bir peshni qo'shib qo'yishim kerak ekan. Peshni berib qo'yay. Peshni bergandan keyin endi programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atganning yoqi mayagroq aklab qarab turay. Hozir 0 ni berdim. 0 ni bersam, ma'u 0 o'g'inni, keyingisim 0 o'g'inni chiqarib turadi. Endi ikkinchi qitimda 1 ni bersam, u maya 1 o'g'inni, maya 0 o'g'inni chiqarib turadi. Demak, bu qur bo'yicha ma'nodagi avval oxirgisini bitkizib, anandan keyin boshligisinikini atlab bergan. Chunki men dastlab qimmat 0.6, 0 nep bo'lganning yoqi, endi men ekeldim. Manınğa 2 verdim, manınğa 3 verdim. 3 vergen vaqtimda endi sirtdagi mani 1 ga o'tkab, mani 0 ga tushirib etdi. Endi 4 verdim. 5 keldi. Jami 6 dona qimmatni berib bo'ldim. Ya'ni avval 0 0 0 1 0 2, undan keyin 1 0 1 1 1 2. Avval oqis bitib, uning yoqi ma'bit bo'ldi. Ya'ni avval stom bitib, undan keyin qurg'atlab birdim. Bu yerda biz ma'lum bir taq argumentlik sonlarga uribsiq aniqlab bersak, buningki tartibininki eng cho'ng soni va eng kichik tartib soni bo'ladi. Masalan, x emiraytı 8 deb yozib qo'ysam, tarnaqning ichiga. Endi buning eng cho'ng indekslik tartibi va eng kichik indekslik tartibi bo'ladi. Mushuni qanday topamiz deydigan masala keladi. Buniga bir qarmoqqa bir argumentlik kelsa 0 bilan 8 ken deb araymiz. Rost 0 bilan 8 mi ko'rib baqaylik. Text boxdan birini oldim. Yana birini aldım. Text box'tan 2 ni aldım jami. Knopkadan birini aldım. Knopkadan birini ilib, mau programmani knopkaning ichiga yo'tkay. Knopkaning ichiga yo'tkadim. Yo'tkab bo'lib, endi text birninki texti deganim tang ubond xmr it deb beray. xmr it. Text ikkininki text deganim tang bond xmrite deb beray. xmrite. En programni qo'zg'atgandan keyin men mana bassam ubond orqali eng yuqori, eng cho'ng indeks tartibini libond orqali eng kichik indeks tartibini topadi. Demak, buni eng kichik indeks tartibi 0, eng yuqori indeks tartibi 8 ekan. Unda bo'lsa men mayaga bunda qilib baqay. 5 to 8 deb baqay. En programni qo'zg'atgandan keyin mana bassam kichik indeks tartibi 5, eng yuqori indeks tartibi 8 chiqadi. Demak, bu yerda biz mana shu ubond va libond orqali sonlar gruppasiningki eng yuqori va eng kichik indekslik tartibini topa olamiz. Bu qism darsda men sonlar gruppasi to'g'risida ko'p to'xtalmayman. Chunki sonlar gruppasi bir qadar murakkabroq. Sonlar gruppasi to'g'risida ko'p to'xtalib ketsam, kallanglar ilishib ketishi mumkin. Ammo sonlar gruppasi to'g'risida material yo'q ekan deb qolmaslik uchun qisqacha darsga so'zlab qo'ydim. Keyin qism darslikda sonlar gruppasi, kontrollar gruppasi, IPI funksiya va misol to'g'risida, sonliq ma'lumot amri to'g'risida, asosliq narsalar to'g'risida, jarayon to'g'risida darsga so'zlayman. Bu qitimqi darsda men yana bir oddiy misol olgandan keyin sonlar gruppasi to'g'risidagi darsni to'xtatdim. Webininki mana shu forumning klik adresiga mendaq program yozaman. Diyam xmrite 9 da 9. Yani 9'luq bir sonlar gruppasi qurdim. Endi mushu sonlar gruppasidan foydalanib men buningga qimmat yo'llash orqali bir kara jadval chiqarmoqchi. Shuning uchun for i deganim tang 1 dan boshlab 9 gacha. Endi buning ichiga for jumlasidan birini yozdim. For im deganim tang 1 dan boshlab i gacha. xmrite i m deganim tang bo'lsin i ko'paytimiz m ga. i ko'paytimiz m ga. Print xmrite em cheklik 5 urib, mayaga azroq bo'shliq tashlab qo'yay. Next orqali m harfini oxirlashtirdim. Ichki for jumlasini oxirlashtirdim. Print orqali bir qurt tashlab etdim. Undan keyin yana next orqali i harfininki davrinishini oxirlashtirdim. i degan miqdorni. Men programni qo'zg'atib mana sal cho'ngroq qilay, cheksam mayaga kara jadvalni chiqarib berdi. 1 kare 1 1
1 kere 2 2, 2 kere 2 4, 3 kere 1 3, 3 kere 2 6, 3 kere 3 9 degandek muşundaq 9 kere 9 81gacha bir kare jadvalini chiqarib berdi. Mana bu bizga sonlar goribsining qo'llanishimizdagi qulayliklarning birisi. Navbatda men qo'sh argumentli sonlar goribsidan birini tug'izib oldim. Ondan keyin bu qo'sh argumentli sonlar goribsidagi birinchi argument bilan ikkinchi argumentni, ya'ni birinchi indeks tartibi bilan ikkinchi indeks tartibini men i va imdan iborat ikki miqdor orqali tartiblab berdim. Tartiblab andan bularni o'rniga qo'ygandan keyin mush ikkisini ko'paytmasini shu sonlar goribsining elementiga yo'llab berdim. Ondan keyin shu sonlar goribsidagi navbatdagi elementni printlab chiqarib berdim. Oxirida davralash jumlalarini oxirlashtirib bu jumlani tamomladim. VB'da hadise funksiyadan boshqa yana usul deydigan bir narsa bor. Usul. Bu tiz ishlatishga, qo'llanishchanlik kuchliroq narsalarga ko'p ishlatamiz. Ma'lum bir narsani hal qilishning osonroq usullari demoqchi. Usul. Ammo bu yerda birinchi bo'lib tozalash usulini ko'rsatib qo'yay. Odatda biz print jumlasi bilan ko'znakning ustiga time degan urib chiqarsak, buni eng yaxshisi biz komandadan birning ichiga yozaylik. Mushning ichiga programni yozib, mush print jumlasi bilan ko'znakning ustiga soatni bir qatim urib chiqarib, yana ikkinchi qatim urib chiqarim desam ostiga chiqib ketgan-ku. Uchinchi qatim desam yana ostiga chiqib ketadi. Birli o'ringa chiqarish uchun qanday qilishimni bilmay qolaman. Bu vaqtda bir usul bor, yani tozalash usuli, KLS. Programni qo'zg'atdim, mana bunda bossam, tozalab bir o'ringa chiqdi, yana bir bossam o'z joyiga bilan yangilanib ketadi mana. Abi yoqdagi takror chiqmayotdi-ku, o'z joyiga yangilandi. Mana bu tozalash usuli. Odatda buni obyektlarga bergan vaqtimizda oldiga obyektning ismini yozib qo'yamiz. Masalan, men mush soatni picture boxning ichiga urib chiqarmoqchi bo'ldim. Yani picture boxning ichiga urib chiqarmoqchi. Ondan shuning bilan birga mush picture boxning ichini mashta tozalab etmoqchi bo'ldim. Odatda tozalamagan holatida picture boxning ichiga uray. Picture birninki print time deb qo'ydim. Soat mayak chiqdi-ku. Biroq bu takror nim qilib ketdi. Nimishqa keles hozir ko'znak iziqliq shunday-ku. Ko'znakni tozalaydi. Ammo mening oldiga picture'ni qo'shib o'tdim. Picture birning keles deb programni qo'zg'atsam mana. Endi qayta yo'tkilib ketmaydi yoki qayta takror chiqib ketmaydi. Ikkinchi usul chamber. Birisi menga mundaq bir shart qo'ydi yoki talab qo'ydi. Mousni mundaq yo'tkisang, diametri 250 piksel bo'lgan bir chamber mousga ergishib sizilib mangson. Ko'znakning ustida dedi. Ko'znakning ustida. Bu shartni qanoatlantirish uchun men jiq program yozib ketishimning o'rni yo'q. Faqat hadisini to'g'ri tanlab bir qur program yozsamla bo'ladi. Qo'shchakdim ko'znakni qo'shib kelib, ko'znakning hadisidan mouse move, ya'ni mouse'ni yo'tkiga vaqtingda deganlik uchun mouse move-ni tanladim. Qarshi taraf menga deb bagil turibdi-ku, mouse'ni yo'tkigan dedi. Bir chamber sizpa dedi. Buningki x o'qtiki va y o'qtiki o'rinning kesishgan nuqtasini dal markaz nuqta qilib bekitib olaman. Mayada x, y deb turdi-ku mana. X, y. Bu ikkalisi taqto'g'irliq haqiqiy sanaladi ekan. Taqto'g'irliq haqiqiy san. Unda bo'lsa bu ikkisini, ya'ni mouse'ning turgan o'rinni buningki dal chamberninki markaz nuqtasi qilib belgilab berdim. Hozir mush mouse nat bo'lsa x va y shu yani oladi. Chunki mouse move degan hadisa. Mouse'ning turgan x va y o'qtik o'rinni chamberninki markaz nuqtasi qilib, men talab qo'yg'ichi degandek 250 piksellikda bir chamberni chiqarib berman. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atib mouse'ni mana ustida mang'ilsam bo'ldi-ku. Bo'ldi degan gap. Chamber hosil qilish usuli. Chekkanning hadisiga shundaymi? To'g'ri, chekkanning hadisiga mana bunda ko'chiramiz. Chekkanning hadisiga ekilib sinab boqayli. Albatta bo'ladi deb bo'lmaydigan ish yo'q. Masalan, klikki-ku chekilish hadisiga. Programni qo'zg'atdim. Endi meningda bizga x y nuqta yo'q-ku buningda. Mayda x y degan narsa bormi yo? Bo'lmaganlik uchun markaz nuqtasini yo'q belgilab oladi. Unda bo'lsa biz meningga x y nuqtani belgilab berishimiz kerak.
x y nuqtani. Bo'lmasa siz ma'ni eklab mendaq cheksangiz bo'lmaydi. Endi buni x y o'zi chiqadigan qaysi chekilish hadisi va yana eklab mouse'ninki davunisi var shundaqmi? Mouse'ning davunisida x y bor ekan-ku, men chaplab qo'ydim. Endi xalga yerga chiqadi. Programni qo'zg'atdim mana. Siz cheksangiz shu markaz nuqtasi shu ekan-ku. Men eklab bir chekdingiz, eklab chekdingiz. Masalan, programni qo'zg'atdim, chekdingiz. Mayag birni, mayag birni bo'ldi, olimpikning belgisi deganga. Bir tanlam chiqardim desangiz bu chaqda yana qanday qilsiz? Mana ustiga KLS'ni yozib qo'ysiz. Programni qo'zg'atdik mana. Nega cheksam bir chiqyapti. Yoshirish usuli. Yoshirish. Odatda men bu formni yoshirib qo'ymoqchi bo'lsam, xoslikdan visibles'ni yolg'on qilib qo'ysam bo'ldi-ku. Buningdan boshqa yana bir usul bor. Agar men visibles'ni yolg'on qilib qo'ysam, ko'znakning o'zi yoshirindi. Shuning bilan birga men komandning ichiga meaningki hid deb yozib qo'ydim. Yoshirish bumi. Programni qo'zg'atdim. Hozir bog'u dala bassam yoshirinib ketadi. Hid yoshirish usuli. Tartish usuli. Endi biz mayada form bir ekan-ku. Men bu yerga formda yana birini qo'shdim. Qo'shib ma form 1 ning ustiga chekkan vaqtimda form 2 qo'zg'alsin desam, mening oqsiga avval form 1 ni yoshirib etsin, undan keyin form 2 qo'zg'alsin deb yozmoqchi bo'lsam, form 2 ningki show tartib elish. Programni qo'zg'atdim, ana unda bassam ma qo'zg'alyotdi-ku. Ikkisi bir-biriga o'xshamaydi. Ya'ni yoshirib qo'ygan narsani show orqali tartib olg'ili bo'ladi. Masalan, form 2 ning ustiga form 1 ningki show deb yozib qo'ydim. Komandning chekilishi hadisiga form 1 ni tartib qo'ydim-ku. Programni qo'zg'atdim. Ma form 1. Bassam form 1 yoshirib, form 2 chiqdi. Mana bassam form 1 qo'zg'aladi, form 2 oqsidi bor. Chunki menga yoshirish degan usulni ishlatmagan.